Tamoqni foyda qilg'idek yegin, ko'p yemagin. Aqlli qadrdon kishi menga mundaq degan edi. Ko'p yeguvchilarning tomoqi dard bo'ladi. Tomoqi dard bo'lgan kishi doim kasalchan bo'ladi. Kasal goldin kiradi, gelingni saqla. Yemek içmekni azm qilarlik darajada az yegin. Kasalga giribtor bo'lsa, kishi darhol zaiflashadi. Uni davolamasa o'lim yugrab keladi. Tevib hakim bak yaxshi aytgan. Hekimning so'zini yomon deydigan kim bor? Kasallik o'limning dastlabki xabarchisidir. Kishi kasal bo'ldimi, demak o'lim yenida bo'ladi. Kasal balo va javri jafodir. O'lim vasvasasidir. O'limda lazzat yo'q, uning bo'lmagani yaxshi. Men degan odam bolasi issiq sovuqni bilishi, ajr tolish kerak. Mizojni bilib, ondan loyiqini yeyish kerak. Mizojga yarashmaydigan yemay qo'yish kerak. Issiqing ochsa, darhol sovuqlik yegin. Sovuqlik eshib ketsa, issiqlik qil. Yigit yeshidi bo'lsang, fasil bahor bo'lsa, sovuqlik qil, qeningni ravon qiladi. Yeshin 40 ga yetib, kuz vaqti bo'lsa, issiqlik narsalar bilan tavongni tuzat. Yeshin 60 bo'lib, qish vaqti bo'lsa, issiqlik bilan shug'ullangin, sovuqlikni hamroh qilma. Mizojing qurg'oqlashib, sovuqning oshgan bo'lsa, issiq va ho'l narsalarni hozirla. U ikkisi uni to'sadi. Ho'l sovuqlik eshib sana ziyon keltirsa, uni issiq quruq narsalar bilan yondir. Mizojing sovuq bo'lsa, issiqlikni kuchaytgin. Issiq bo'lsa, sovuq narsalarni yeb ichib tur. Agar mizojing bir xil mo'tadil bo'lsa, issiqlik bilan sovuqlikni aralashtirib iste'mol qil. Mizojingni ana shu usulda to'g'ri bayqig'in. Hayoting eson va xotirjam o'tadi. Teviblar nima deydi? Ularning so'zini angla. Buning ma'nosini tushunib yasha. Men sening mizojingni izohlab beray. Bu qizil, seriq, oq yoki qora bo'ladi. Bularning biri yana biriga dushman. Dushman dushmanga yaqinlashsa, dushman ayriladi. Mizojni mo'tadil tutish uchun kishi aqlli bo'lishi kerak. Mizojga nima loyiq kelsa, shuni yeyish kerak. Odamni hayvondan ayiradigan farq shuki, mizojga yarasha yeyish kerak, ey o'g'il. Mo'ysipit oqsoqollar nima deydi, angla. Buni tushunib angli qilib qolma. Kishi 40 yil yashab o'z mizojini bilmasa, nima desa desin, u tamamen hayvondir. Sinab ko'rib bilim o'rganmagan kishini odam qatorida sanashqa bo'lmaydi, ey muloyim. Beshidan ko'p ish kechirib yurish turishini tuzatmasa, undaq kishini hayvon desa to'g'ri so'zlagan bo'ladi. Davralarni kechib, kishi dono bo'lmasa, uni odam deb atamay, hayvon deyish kerak. Qarab boqsa, teviblar yaxshi aytgan. Kishi tomoqni qancha oz yesa, shuncha sog'lom va xushal yashaydi. Esallikni tilasang, kasalsiz bo'l. Oz nomliq dorini yegin, saq yashag'in, ey bagzoda. Halovati uzun xotirjamlikni tilasang, til nomliq go'shtni yegin, saq yasha, ey zot.